Qani, ketdik do'stlar. Bu serialning birinchi epizodi va agar sizlardan dahshatli layklar va zo'r reaksiyalar kelsa, keyingi qismni ham tezda tayyorlaymiz. Xullas, hikoyamiz bundan naq 12 yil oldin boshlanadi. Tasavvur qiling, qop-qorong'u tun va to'satdan qishloqqa ulkan, dahshatli tulkiga o'xshash yirtqich bostirib kiradi. Bu shunchaki tulki emas, uning naq 9 ta dumi bor. U shunchalik kuchliki, bitta zarba bilan butun boshli tog'ni tekis qilib yuborishi mumkin. Ishonasizmi? Qishloq ninjalari unga qarshi jangga kirishadi. Hamma o'z jonini jabborga berib jang qiladi, lekin afsuski, ko'plab qahramon ninjalarimiz halok bo'lishadi. Qolganlari esa og'ir yarador bo'lib qolishadi. Haqiqiy dahshatli vayronagarchilikning o'zi edi bu. Bu 9 dumli tulki shunchalik yengilmaski, hech kim unga tirnash ham yetkaza olmayotgan edi. Lekin ana shunday umidsiz pallada qishloqning eng kuchli ninjasi 4-Hokage maydonga chiqadi. Bilmaganlar uchun, Hokage bu qishloqning eng zo'r lideri, shohi degani. 4-Hokage o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, bu maxluqqa qarshi mardlarcha jang qiladi va oxiri uni kichkina, endigina tug'ilgan chaqaloqning tanasiga muhrlab qo'yadi. Endi esa 12 yil oldinga sakraymiz. Ekranda Naruto Uzumaki ismli o'ta to'polonchi sho'x bolakay paydo bo'ladi. Bu bola shunchalik bezoriki, qishloqdagi muqaddas Hokage haykallarining yuziga bo'yoq chaplab qochib yuribdi. Ularga zo'r mo'ylovlar chizib qo'yganini aytmaysizmi? Uning bu qiliqlaridan charchagan ninjalar 3-Hokagega borib dodvoy qilishadi. Naruto esa devor orqasida mazza qilib yashirinib o'tirganda to'satdan uning ustozi Iruka sensei paydo bo'lib, uni qulog'idan cho'zib oladi. "Hoy, tentak, bugun imtihoning bor-ku. Bu yerda nima qilib yuribsan?" deb dakki beradi. Ha, aytgancha, sensei degani bu ustoz, o'qituvchi degani. Bilib qo'yganingiz yaxshi. Xullas, Iruka sensei Narutoni sudrab maktabga olib boradi. Sinfga kirgach, u hammaga qarab, "Bugun hammangiz imtihon topshirasiz. Qani, menga o'zgarish jutsusini qilib ko'rsatinglar-chi." Birinchi bo'lib Sakura chiqadi va bu ninja san'atini ajoyib tarzda bajarib beradi. Keyin esa sinfning eng zo'r, eng krutoy yigiti Sasukening navbati keladi. Hamma uni hurmat qiladi. Sakura esa uni deb umuman aqldan ozgan, sevib qolgan. Sasuke ham imtihondan osongina bitta harakat bilan o'tadi. Va nihoyat bizning qahramonimiz Narutoning navbati. Hamma uni yomon ko'rib, "Shu ahmoqni deb yana imtihon topshiryapmiz, ha, nimasini aytasan?" deb g'uldirashardi. Lekin shu payt Hinata ismli juda yoqimtoy qizaloq qizarib ketib, ichida Narutoga dalda beradi. "Naruto, sen buni eplaysan." Qani, ko'ramiz Naruto nima karomat ko'rsatarkan. Qaranglar, Hinata uni shunchalik yaxshi ko'radi, lekin bizning Naruto unga umuman e'tibor ham bermaydi-ya. Qoyilmisiz? Endi esa eng qiziq joyi, Naruto o'zining o'zgarish jutsusini ishga soladi va shunday bir g'alati, hijolatli qiyofaga kirib oladiki, buni ko'rib Iruka senseining ko'zlari qinidan chiqib ketay deydi. "Bu nima qiliq, ahmoq bola? Agar shunday qilaversang, imtihonlardan hech qachon o'tolmaysan", deb baqiradi u. Shundan so'ng Iruka sensei Narutoni jazolaydi va u bo'yab tashlagan o'sha mashhur Hokage haykallarini yuvib tozalashga majbur qiladi. "Yaxshilab ishla, qahramon." Iruka sensei unga qarab, "Tezroq qimirlab tozalab tashla bularni", deydi. Naruto esa xafa bo'lib, Xo'p, baribir meni uyda hech kim kutmayapti", deb javob beradi. Ana xolos, do'stlar, shu joyida biz Narutoning ota-onasi yo'qligini, u butunlay yolg'iz ekanligini tushunib yetamiz. Buni eshitib, Iruka senseining biroz rahmi keladi va "Agar ishni tezroq tugatsang, seni ramyon yegani olib boraman", deb aytadi. Ramyon bu Yaponiyaning mashhur ugrasi, Narutoning esa eng sevimli taomi. Jonu dili desak ham bo'ladi. Xullas, ular ovqatlanib o'tirishganida Iruka sensei so'raydi: "Naruto, nega haykallarni bo'yab tashlading? Ular kimligini bilmaysanmi o'zi?" Naruto esa ishonch bilan, "Albatta bilaman. Ayniqsa 4-Hokageni. Axir u qishlog'imizni 9 dumli maxluqdan qutqarib qolgan-ku", deb javob beradi. "Lekin qarab turing, men ularning hammalaridan ham kuchliroq bo'laman va albatta qishloqning eng kuchli Hokagesi bo'laman", deb maqtanadi Naruto. Keyin esa u Iruka senseidan peshonasidagi ninja bog'ichini bir marta taqib ko'rishini so'raydi. Axir u ham o'zini haqiqiy ninjadek his qilib ko'rmoqchi-da. "Iltimos, bir marta taqib ko'ray", deb aytadi u. Lekin Iruka sensei kulib, "Yo'q, Naruto. Bu bog'ichni faqat maktabni muvaffaqiyatli bitirganlar oladi. Ertaga imtihoning bor. Agar o'tsang, o'zing shunaqasiga ega bo'lasan", deb aytadi uning sensei. Va mana ertasi kuni bitiruv imtihoni boshlanadi. Iruka sensei hammaga shartni e'lon qiladi. Imtihondan o'tish uchun soya klonlari jutsusini bajarish kerak. Buni eshitgan Narutoning rangi quv o'chib ketadi. Chunki do'stlar, bu uning eng yomon ko'rgan va umuman eplolmaydigan yagona jutsusi edi. Ana endi nima bo'larkan, ko'ramiz. Ha, do'stlar, jutsu nima o'zi desangiz,
bilsangiz, bu ninjalarning maxsus texnikasi bo'lib, uning yordamida har xil g'ayritabiiy narsalarni qilish, dahshatli hujumlar uyushtirish mumkin. Kelgusi qismlarda bu haqida hali ko'p eshitasiz. Oldinda Gara bilan bo'ladigan shunday dahshatli janglar borki, shunchaki portlaysiz. Shuning uchun hozirdan videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Zo'r pasmotr bo'lsa, keyingi qismni darrov chiqaramiz. Xullas, hikoyaga qaytdik. Hamma bolalar o'zining soya klonini yaratib imtihondan o'tib ketishadi. Navbat Narutoga kelganda esa, u shunday bir o'lik, shalviragan klon yaratadiki, buni ko'rib Iruka sensei shok holatiga tushib qoladi. Bu bola bilan nima qilsam ekan, deb bosh qotirayotganda yonidagi Mizuki sensei, "Qo'yaver, shuni ham o'tkazib yuboraylik", deydi. Buni eshitib Naruto xursand bo'lib ketadi, lekin Iruka sensei qat'iy turib, "Yo'q, uni o'tkaza olmayman", deb keskin javob beradi. Haqiqiy ninja o'z kuchiga tayanishi kerak, lekin Narutoda hozircha bunday qobiliyat yo'q. Buni eshitib Narutoning jahli chiqadi. Keyingi sahnada ko'ramizki, butun sinf imtihondan o'tgan, faqatgina bizning Naruto yiqilgan. U bir chekkada arg'imchoqda o'tirib, xursand bolalarga qarab juda ham xafa bo'ladi. Shu payt ba'zi bolalar uni masxara qilib, "To'qqiz dumli tulki, to'qqiz dumli tulki" deb ustidan kula boshlashadi. Narutoning yuragi ezilib ketadi. Lekin aynan shu payt uning oldiga Mizuki sensei kelib qoladi. U Narutoni yupatib, imtihondan o'tishning boshqa yashirin yo'li borligini aytadi. Qiziq, qanaqa yo'l ekan, a? Boshqa tomonda esa Iruka sensei o'yga tolib o'tirardi. U 3-Hokagening gaplarini eslardi. Naruto ham sen kabi yetim. U ham yolg'izlik nimaligini yaxshi biladi. Gap shundaki, do'stlar, o'sha 9 dumli tulki Iruka senseining ota-onasini ham uning ko'z o'ngida o'ldirgan edi va u o'shanda hech narsa qila olmagan. Shu payt to'satdan Mizuki sensei yugurib kelib, Irukaga dahshatli xabarni aytadi. Naruto muhrlar o'ramini o'g'irlab qochib ketdi. Buni eshitib Iruka sensei shokdan qotib qoldi. Bebosh bola, nima qilmoqchisan o'zi? Boshqa tomonda esa bizning sodda Naruto qalin o'rmon o'rtasida o'tirib olib, o'sha o'ramni o'qishga harakat qilyapti. Uning maqsadi bitta. Qandaydir zo'r jutsu, masalan, ko'p soyali klon jutsusini o'rganib olsa, Iruka sensei uni maqtab imtihondan o'tkazib yuboradi deb o'ylagandi-da. U ham boshqalar qatori bitiruvchi bo'lmoqchi. Lekin afsuski, Naruto bu qiyin yozuvlardan hech baloni tushunmayotgan edi. Shu payt qishloqda 3-Hokage darhol barcha ninjalarga Narutoni topishga buyruq beradi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Iruka sensei Narutoni qalin o'rmon o'rtasida xotirjam o'tirgan joyda topib oladi. "Hoy, Naruto, bu yerda nima qilyapsan o'zi? Nega muhrlar o'ramini o'g'irlading?" deb so'raydi. Naruto esa soddalik bilan, "Buni o'g'irlashni menga Mizuki sensei aytgandi", deydi. Buni eshitib Iruka sensei shok holatiga tushib qoladi. Shu payt uzoqdan Narutoga qarab syurikenlar, ya'ni o'tkir ninja pichoqlar uchib keladi. Iruka